Ibn Sino bitta tajriba o'tkazgan. Ikkita qo'zichoqni alohida qafaslarga joylashtirgan. Ikkalasiga ham bir xil sharoitda, bir xil ovqat, bir xil suv, bir xil xashak, bir xil sharoitlarda boqilgan. Ammo shu bilan birga 3-qafasda bo'ri bor edi. Lekin bitta qo'zichoq bu bo'rini ko'ra olardi, ikkinchisi ko'ra olmasdi. Oylar o'tib bo'rini ko'rgan qo'zichoq sust, asabiy o'sayotgan edi. Garchi bo'ri qo'zichoqqa hech narsa qilmasa ham, asabiylik, qo'rquv qo'zichoqni o'limini yaqinlashtirdi. Ammo bo'rini ko'rmagan qo'zichoq tinch edi, semirib vazn orttirgan edi, sog'lom edi. Tajribasi bilan Ibn Sino ruhiy holatni, jismoniy salomatlikka ta'sirini, uni ijobiy, salbiy ta'sirlarini isbotlab berdi. Keraksiz tashvish va stressdan boshqa hech narsa insonga zarar keltira olmaydi.